Endi tüvendeki xabarga diqqat qiling, hurmatli vatandoshim. Bu xabarmi intayin ciddi xabar. Men o'ylaymanki, men Yaponiya ishlariga uzundan diqqat qilib kelyapman. O'zimning bilgan doirasida bilishimcha, his qilishimcha, bu intayin ciddi xabar. Yaponiya matbuotlari Shinzo Abe siyosiy hokimiyati yana qayta jallandi. Beijing yana qayta qattiq zarbaga uchirdi. Mavzuli xabar mavzuli xabar 7-oyning 10-kuni Dovid Tor betida e'lon qilindi. Xabar bundaq boshlandi. Yaponiyada Kengash palatasi saylimi 7-oyning 10-kuni bilet tashlashning natijasini oshkorladiki, Vazir Shinzo Abe rahbarligidagi birlashma hokimiyat hammani besib tushish natijalik g'alabaga erishdi. Balki asosiy qonunni o'zgartirish kuchlarining parlamentdagi o'rni Kengash palatasida 3dan 2 qism yuqori o'ringa erishdi. Bu ish xalqaro jamiyatning diqqat qilishini qo'zg'adi. Bo'libmi sazg'or bir davrda Yaponiya bilan birga turayotgan Jungoning yuqori darajada diqqat qilishini qo'zg'adi. Yaponiya Chanjing Shinwen gazeti 7-oyning 10-kuni xabar qilib, mundaq ko'rsatdi. Yaponiya Kengash palatasining 24-navbatlik saylimi 10-kuni bilet tashladi. Bu qatimki saylam Vazir Shinzo Abe hokimiyat beshiga kelgandan keyingi 3-navbatlik keng doiralik davlat siyosatiga bog'liq saylam bo'lib qoldi. Jumladan parlamentdagi o'rin bo'yicha saylam o'tkazmasi bo'lmaydigan, asosiy qonunni o'zgartirishni himoya qiladigan asosiy qonunni o'zgartiruvchilarning kuchi bu qatimki saylam orqali parlamentda asosiy qonunni o'zgartirish kerak bo'lgan 3dan 2 qism o'ringa erishdi. Ya'ni 162 nafar kishilik o'ringa erishdi. Bu ish xalqaro jamiyat bak diqqat qiladigan qiziq nuqtaga aylandi. Xalqaro jamiyat bak diqqat qiladigan qiziq nuqtaga aylandi. Yaponiya va Jungo matbuotlari Yaponiya Kengash palatasida asosiy qonunni o'zgartiradigan kuchlarning zo'r kuchga erishganligini ko'rsatdi. Yaponiya va Jungo matbuotlari Yaponiya Kengash palatasida asosiy qonunni o'zgartiradigan kuchlarning zo'r kuchga erishganligini ko'rsatdi. Yaponiya Dumay Shinwen gazeti mundaq ko'rsatdi. Yaponiya bilan territoriya talash tartish qilayotgan Jungo Kengash palatasi saylimi to'g'risida Vazir Shinzo Abening 10 kuchlari bundan keyin urushdan keyingi asosiy qonunni o'zgartirib, Yaponiyani harbiylashtirishni ilgari surdi, dedi. Jungo shundaq dedi. Yaponiya Erkin Demokratlar Partiyasi avval jiddiy ishlar qonunini ma'qullab, asosiy qonunni o'zgartirish xizmatini avval boshlaydi deb ko'rsatdi. Jungo matbuoti 2016-yil 11-oyda urushdan keyin tuzilgan Yaponiya tegishli asosiy qonun e'lon qilinganligining 70 yilligi paytida asosiy qonunni o'zgartirishni yo'lga qo'yish mumkin. Men Shinzo Abe, Vazir Shinzo Abe'ni tabriklayman. Shundaqla Yaponiya parlamenti Kengash palatasining a'zolarini va saylam g'alabasini tabriklayman. Bu tabriklashga tegishli ish. Asosiy qonun o'zgargandan keyin Yaponiyada hukumat yoki davlat normal davlatlik o'rnini 1945-yildan burungi normal davlatlik o'rnini asliga keltirdi. Alqishlaymiz vatandoshlarim Yaponiyaning bu kunlarga yetib kelishini va shundaqla 11-oyda asosiy qonunni o'zgartirib, shuning o'xshashli g'alaba qilishini talab qilamiz, umid qilamiz va talab qilamiz vatandoshlarim. Chunki Yaponiya Osiyoda hal qilg'uch davlat. Amerika Qo'shma Shtatlarining Osiyodagi ittifoqdoshi. Shunga hal qilg'uch davlat. Yaponiyaning g'albisi amaliyotda sizning va bizning g'albimiz.
Yaqindan birinchi vaziyatga diqqat qiling, hurmatli vatandoshim. Yaqinda shundaqli Koreya bilan Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Janubiy Koreyada raketadan mudofaa qilish raketa sistemasi o'rnashtirishni jakaladi. Uning kaynidilla Janubiy dengizning vaziyati jiddiylashdi. Endi 12 kuni Gaaga'ning sud qarori e'lon qilindi. Qanday e'lon qilinishidan qat'iy nazar, meningcha Jungoga foydasiz, Filippinga foydali bo'ladi. Bu vaqtda Jungo qanday yo'l tutadi? Kayniga yanamdi, chekinamdi yoki Jungoliklar o'z xatoriga e'tibor berdi deganda, bu Janubiy dengizda chataq terimdi yo'q. Buning xalqaro jamiyat diqqat qilyapti. Endi keldi Yaponiyadagi saylamda Kengash palatasi saylamida asosan qonunni o'zgartirish tarafdorlari g'alaba qildi. Shinzo Abe g'alaba qildi. Baş so'zlab aytdik, yaqinda Varshavada ochilgan NATOning yuqori darajali suhbat yig'ini, bu yig'inga prezident Obama qatnashdi. Biz kelar qitimliq leksiyamizda so'zlaymiz. Qatnashdi. Oxirida Jungoliklar o'zi yozdiki, bu NATOning ishi qaramoqqa, NATOning sharq kengayishi degan masala bo'yicha Rossiyaga qartilgandek ko'rinadi. Amaliyotda NATOning Sharqiy Yevropadagi o'rinlashtirishi, Sharqiy O'rta Yevropadagi faoliyatlari oxirgi eng nishon yoki yo'shorin nishon Jungoni nishon qilgan deydi. Chunki hozir Jungodan qo'zg'algan poyezd bevosita Sharqiy va O'rta Yevropaga bora oladi ekan. Kelar qatimda Jungodan qo'zg'algan poyezd bevosita G'arbiy Yevropa ellariga bora oladi ekan. Bundaq bo'lganda ishning qaysi darajaga yetganligini bizning yuqorqi vaziyat analizimizdan ko'rib olasizlar, hurmatli vatandoshlarim.